Tafsirim muyassar. İstiaze. Allah Taala Qur'on o'qimoqchi bo'lgan har bir kishini oldi bilan Allah Taologa sig'inib, shaytonning yomonligidan panoh tilashga buyurib mundoq degan. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'londi shaytonning ozdirishidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Chunki Qur'on Karim kishilarga hidoyat, dillarga shifodir. Shayton bo'lsa barliq yomonlikning va ozg'unlikning sababidir. Shunga Alloh Taolo Qur'on o'qimoqchi bo'lgan har bir kishini o'ziga sig'inib, la'nati shaytonning ozdirishidan va dillarga vasvasa selishidan panoh tilashga buyurgan. İslam ulemalari A'udhu billahi mineşşeytanirracim degan kalimaning Qur'on Karim oyatlarining qatoridan emasligida birlik ekan. Shunga bu kalima Qur'on Karimga kirgizilmagan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim degan kalimaning ma'nosi inson va jindan bo'lib, Allohning rahmatidan qo'g'langan har qanday mutakabbir, osi gunohkorning meni toat ibodatdan va Qur'on o'qishdan ozdirib ketishidan Allohga sig'inib panohlanaman va qo'g'danaman. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.